Assalomu alaykum Avtotime obunachilari. Men sizlarga ikki xonali uy obzorini qilib bermoqchiman. Xitoyda Lisang deb nom olgan международный рынокda Li 9 deb ataladi. E'tiboringiz markazida Li 9. 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top-toza, 30 ming kilometr masofani bosib o'tgan zavodskoy Michelin malolardan balolarimiz svejiy holatda turibdi. Riskovый zonalari полностью bronoplyonka bo'lgan. Elektrический пород zavodskoy. Qoraga qora salon bo'ladi. Ko'pchilik qora salonni yaxshi ko'radi. Kapitanskiy sиденье, Dolby Atmos akustiklar bilan jihozlangan zavodskoy ustidan subwoofer bor. O'zingizni kinoteatrda o'tirganda his qilasiz. Mashinamiz ideal holatda, oshiqcha ta'rif berib o'tirganim yo'q. Sababi Li 9 xalqimiz ishonchini qozongan. Ishonchli mashinalardan biri, Xitoy mashinalarining eng ishonchli mashinalaridan biri. Mashinamiz inshaalloh baraka arafasida. Mashinamiz a'lo darajada. Bunaqa arzon, qulay mashina o'tkazib yubormaslik uchun Telegram, Instagram, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Avtotime'dan uzoqlashmang. Avtotime siz uchun harakatda. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $54,500. Bunaqa arzon mashina o'tkazib yubormaslik uchun Instagram sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Li 9 qidirib yurgan do'stingizga jo'natib qo'yamiz.